xuddi shunaqa bir erkak bor ekanda. Ayoli yursa ham, tursa ham, uxlasa ham, uyg'onsa ham unda ayb axtarib, buni orqasini kavlash bilan vaqt o'tar ekan. Bir kuni erta tongda ayolini chaqirib, kechasi bilan quruq yotib chiqding, meni uxlatmading. Qachon bu holatdan qutulaman? Haligi ayol bechora ming hijolat qilib, erini oldida nima qilishni bilmasdan, unaqa qilmayman, quruq yotmayman. Endi ayol kishi nima qiladi? Hijolat bo'lganidan ham tan olmayapti-da. O'sha kuni kechasi hali ovoz yozadigan uskunami, apparatmi, o'shanda isbotlab beraman senga. Tan olmadingmi? Endi o'sha narsani isbotlab beraman deb kechasi quruq otishini kutib uxlamabdi-da haligi erkak. Ayolini aybini isbotlayman deb ovozini yozib olibdi. Ertalab turib, endi o'ziga eshittirib isbotlab beraman. Endi shunday ham tan olmasmikin desa, ayoli nafas olmayotganmish. Shu oxirgi kechasi bo'lgan ekanda. Issiq jonda qachon o'lishini bilmaydi hech kim. O'sha ovoz yozish uskunasidagi ayolini xurrak yotgan ovozi bor-ku, u erkak uchun eng sevimli ovoz bo'lib qolgan ekan. Boshqa ayolini ko'ra olmaydi, u живой deydimi, nima deydi? Endi kechasi bezovta bo'lmaydi, xurrak yotmaydi. U ayoli yo'q endi. Kechasi bilan o'sha xurrak yotishini yozib olgan u. O'shani eslab, o'shani eshitib uxlaydigan bo'lgan ekan, qarang.